Bu videoda farzandingiz o'zini yoshiga va tengdoshlariga mos ravishda rivojlanayotgan yoki orqada qolayotganini bilib olishingiz mumkin. Odatda A maktabdan B maktabga o'quvchi maktab almashtirganda a'lochi o'quvchining baholari tushib ketishi yoki teskarisi. Baholari past o'qib yurgan o'quvchi qaysidir maktabga o'tganda ota-onalarda ko'p kuzatiladigan holat a'lochi bolaga aylanishi mumkin. Buni sababi u muhit almashtirganda emas, uni sababi bizda O'zbekistonda baho qo'yish standartlari yo'qligi. Biz ham Aziyskiy xususiy maktablar tarmog'ida bu muammoga duch kelganmiz va bu muammoni yechish uchun har bir sinfda bola o'zining yoshiga mos ravishda qanday bilim ko'nikmalariga ega bo'lishini standartlab chiqdik. Buni oddiygina bizda mudofaa tizimida, armiyada normativlarga o'xshatish mumkin. Normativlar har bir sharti unda qo'yilgan topshiriqni sekundga, vaqtga bog'langanligi. Misol uchun 1 dan 10 gacha, 10 dan 1 gacha to'g'ri teskari sanash uchun normativ bizda 45 sekund etib belgilangan. Video davomida ko'radigan materiallarda siz o'zingiz uy sharoitida farzandlaringiz bilan bilimini tekshirib, amalda qo'llab, nazorat qilib, rostakamiga a'lochimi yoki o'qituvchilar soxta baho qo'yib berayotganini tekshirib ko'rishingiz mumkin. Assalomu alaykum, ismim Asilbek. 6 yildan beri faoliyat yuritib kelayotgan Aziyskiy xususiy maktablar tarmog'i asoschilaridan biriman. Shu maktabni ochganimizda meni yagona bitta eng katta orzuyim bor edi. Bu orzu ota-onalar maktabdan, repetitorga, prodlyonkaga yurmasdan bitta joyda barcha muammolarga yechim olishini orzu qilgandim. Farzandingiz har kuni maktabga boradi, baholari a'lo darajada, o'qituvchi bilan gaplashsangiz yaxshi, zo'r maqtaydi. Qandaydir siz to'la o'qigan musobaqalarga borib, sotib olingan faxriyonlar, medallar, sovg'alar bilan keladi, lekin rasmiy musobaqalarda tengdoshlariga qaraganda doim orqada qolyaptimi? Buni barchasini videoning davomida normativlarda ekanligini tushuntirib beraman. Bu yerda biz sizga farzandingizga mos 4 ta test beramiz. Farzandingiz har bir bajarilgan testda necha sekundda bajarayotganiga e'tibor bering va videoning oxirida biz o'sha testni har birini necha sekundda bajarish kerak haqida ma'lumot berib boramiz. Birinchi sinf farzandingiz 1 dan 50 gacha bo'lgan qo'shish va ayirish misollarini necha sekundda bajaryapti? Ikkinchi sinf farzandingiz 50 dan 100 gacha bo'lgan amallarni qo'sh ayrishni og'zaki necha sekundda bajara olyapti? Uchinchi sinf farzandingiz 2 xonalidan iborat bo'lgan 2 bosqichli matematik amallardan 2 ta misolni necha sekundda bajara olyapti? 4-sinf farzandingiz esa 100 ta so'zdan iborat nishonni qancha vaqtda bajarayotganini tekshirib ko'ring. Iltimos qilgan bo'lardim, videoni pauzaga qo'yib, farzandingiz bilan ushbu mashqlarni bajarib ko'ring va unga e'tibor bering. Har birini necha sekundda bajaryapti, buni qayd etib boring. Shuni aytishim kerakki, ba'zi bir bolalar bu testni yechganida o'zini yoshiga mos yoki bilim darajasi 2-3 sinf darajasiga ko'tarilgan ham bo'lishi mumkin yoki aksincha teskari bo'lishi mumkin. Farzandingiz 4-sinf bo'la turib, aslida 1-2-sinf bajara olayotgan normativ bo'yicha o'shancha sekundda bajara olmayotgan bo'lishi mumkin. 6 yildan beri o'quvchilarimiz O'zbekistonda matematika va ingliz tili bo'yicha musobaqalarda chempion bo'lib, xalqaro miqyosdagi olimpiadalarda vatanimiz sha'nini himoya qilib kelishmoqda. Jumladan, bu o'quv yilida boshlang'ich sinf o'quvchilarimizdan 28 nafari Cambridge Assessment sertifikatini qo'lga kiritishdi. Bu xalqaro tan olinadigan hujjat. Matematika va ingliz tili bo'yicha Ayren xalqaro musobaqasida O'zbekistonda chempion bo'lib, Dubaydagi final musobaqasiga yo'llanmani qo'lga kiritishdi. Barchaga mashhur bo'lgan ingliz tili bo'yicha Spelling Bee musobaqasida o'quvchilarimiz Vyetnamda bo'lib o'tadigan final yo'llanmasini qo'lga kiritishdi. Yuqoridagi musobaqalarni kim eshitmagan bo'lsa, jaydari tilda tushuntiraman. Farzandlarimiz 5-sinf bitirguncha ingliz tili va rus tilida o'zlarining fikrini to'liq ifoda eta olishadi, yoza olishadi va bundan muloqotga kirisha olishadi. Bu oddiy voqea emas, bu metodika, normativlar va ulkan jamoaning mehnati deb bilaman va eng asosiysi bizga bildirgan ota-onalarning ishonchi natijasi hisoblanadi. Biz shunchaki maktab emasmiz, biz hech qaysi xususiy maktab bera olmaydigan kafolatlarni beramiz. Birinchidan, ingliz tilini bolaning bilimiga qarab darajalab o'qitamiz. Ikkinchidan, bola uyda kun tartibiga rioya qilishini nazorat qilamiz. Uchinchidan, bola maktabda, uyda o'zini yaqinlari bilan, ota-onasi, singlisi, aka-uka, opa-singillar, qarindoshlar bilan qanday tarbiyaviy amallarni bajarishi kerakligi haqida 400 ga yaqin topshiriqlar bilan ularni nazorat qilib olamiz.
To'rtinchidan, bolani har oylik ingliz tili, matematika, rus tili bo'yicha bilim darajalarini tahlil qilib, orqada qoluvchilar bilan mukammal ishlab, eng a'lochi o'quvchilarimizni har oy bepul ta'lim bilan ta'minlaymiz. Beshinchidan, O'zbekistondagi eng katta muammolardan biri barcha o'quvchilarimizga moliyaviy savodxonlik bo'yicha bilim ko'nikmani oshirishlari uchun har kuni bajargan vazifalari uchun maktab pul birligi bilan rag'batlantirib boramiz. Ular bu pulni ishlatish xohlasa, maktab magazinida yoki o'zbek so'miga konvertatsiya qilishlari mumkin. 6-dan, ota-onalar uchun mo'ljallangan mobil dastur orqali farzandingizni tarbiya bo'yicha qancha ball yig'ganligi, qancha daromad qilib pul ishlaganligi va bilimi bo'yicha guruhda, maktabda va respublika bo'yicha tengdoshlaridan qanday farq qilishi, nechanchi o'rinda turganligini bilib borasiz. 7-dan, hech qaysi xususiy maktab bera olmaydigan taklif, farzandingiz 1 oydan keyin yoki deylik 1 yildan keyin bilimi o'zgarmadi deb bizga e'tiroz bildiradigan bo'lsangiz, sizga 100% ta'lim pulini qaytarib beramiz. Bu shunchaki shior emas, Aziasku natijaga asoslangan ta'lim. Bu video farzandingiz ketkazgan vaqtiga yarasha bilim olganmi, orqada qolyaptimi yoki tengdoshlariga nisbatan oldinlab ketganligini tekshirib ko'rish vazifasini bajaruvchi haqiqat ko'zgusi. Yuqoridagi vazifalarni bajargan bo'lsangiz, video ostidagi havola orqali Telegramga o'tib, PDF hujjatni yuklab oling va normativ asosda farzandingizning yoshiga mos yoki mos emasligini tekshirib ko'ring.